Nechi pullaysiz? So'rayman. Aytingchi. O'zi so'ra olayman. 7,5 millionga mendan olgansiz. Nechi pulsa berasiz? Uni so'rashi berma deydi. 3 Ya, million, 10 millionga. Berib yubormaysizmi? O'zi 7,5 million olgan bo'lsangiz. Xarajat ham qildinglar. Nechinchi? 98. 98-yil ekan bu. Assalomu alaykum aka. To'xtang, yopaylik. Lekin damas shunisi yaxshi o'lib qolsa mehnat qilib o'ladi-da u. Tushirishga ham yana xizmat qiladi. Xizmat qiladi. Mehnat ichida yaralgan mashina bu bechara. Mendan shu mashina olgansiz-da, nima bo'lgan taqdirga boya aytolmanki. Bitta ko'ring, men. Bo'ladi desangiz 7 millionga qolsin mayli olib qolaman. Sizga ham 7,5 millionga berganman shu mashinani. Biz o'zimizga 11 ga tushdi aka, to'g'risi. 11 ga tushdi xarajatlar. To'g'ri motor qildim dedilar, undan keyin ham biz galovga ko'tardik deydi. Endi unisi o'zingizga bog'liq. Akkumulyatorlarni Men sizga shu mashinani berganman siz. Yana shu mashinani savdo qilyapman. Aytolmayman, men o'zimga ming qaraganim bilan baribir pasportdagi yoshim o'zgarib qolmaydi. 91-yilcha qolib ketaveraman. O'shanda gap, men kimga nima mashina bersam shu davradan olib beraman. Hozir ayog'imda, bayog'imda desa, nima qilmaydi, kuzib ko'rib aytaman. Bilatganim kuzib. Kuzib haqida gaplashaman. Siz olib ketganingizdan beri mayli beraychi. Endi undan keyin ham ovqat yegansiz, u ham xarajat aka. To'g'risi, choyxonalarga ham bordingizmi undan keyin? Simdoshlar olganlar pul to'ladingizmi siz ham? Ular ham xarajatki. Bu narsalar unda baho qo'yilmaydi. Agar shuncha aytadi, odamzodning bahosi yo'q deb. Ko'p narsa yeymiz-da, uni hisoblab chiqsa yegan narsamizni, mana shu aka ham kamya bir shu yoshga kirguncha bir 1 milliardlik ovqatdan ko'p yegan. Ya hisoblang 3 mahal ovqatingizni pulini. Shuning uchun bahosi yo'q deylar. Xo'p, necha pul deb aytib ko'ray. Ya 10 million emas, hech bo'lmasa bir 9 million deb aytib ko'raylik. Naqd pulga ham bironta oladi. 9 ham gazon. Ya, Bari 10 million. Yo, 9 deb aytib ko'raylik, yo'q demang. Chunki olingan narxini bilaman-da men, o'sha bo'yicha gaplashaman. Akalar ko'ringlar, 98-yil Damas. Kraska so'ralmaydi, motorlari yaxshi deyaptilar. 10 million bo'lsa sotaman deyaptilar, 10 million so'm. Agar oluvchi bo'lsa ko'rsin. Naqd 10 million bersa, beraman deyapti aka. Kimgadir to'g'ri kelsa ko'rsin, 10 million so'm. Damas 1. Telefon nomeringizni qo'yib yuboraman men. 90lik. 90lik 874 874 06 06. 06. Nomerni o'zi ham Damasdan qimmat to'layapti-ku. Amon bo'ling, yaxshi kunlar ko'rishaylik.